Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Uyingizdagilar sizga yoqmaydigan javob berishdimi? Faqat mendan xafa bo'lma. Men qo'limdan kelgan hamma narsani qilyapman. Men seni qanaqa qalbi toza qizligingni, seni o'tmishingni, seni kelajagingni, bizni qachondan beri gaplashib, sen uchun qanaqa darajada kurashayotganlarim hammasini ota-onamga tushuntiryapman, lekin bilmayman nimaga, bilmayman. Yo'q deb oyotirib olishgan. Tushunayapsanmi? Prosta yo'q deyishyapti, sababini bilmayman. O'zi nimaga sevishganlar har doim bir-biriga yeta olmaydi? Nimaga hayot shunaqa qurilgan? Bo'ldi, siqilmang. Balki meni ham o'zim bilmagan xatolarim bordir. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Endi men joyiga ozgina romantikani beraga ketsa. Endi to'y qilish uchun bilat ishlasham kerak, to'g'rimi? Tur 11-stolindagi odamlaringga kalaningni tayinlab berma. Quvardi. Tur. Endi uylanasiz bilat, nima muammo? Bo'ladi-da o'sha to'y. Ha, voy, uylanaman, xudo xolasa. Faqat uydagilar nimaga ko'nishmayapti, shuni bilmayman.